Yani shunda eshitgan bitta gap esimdan chiqmaydi. Bismillohni bir harfiga 1 soat, 2 soat masala qilgan degan. Shunaqangi ilm bor ekan. Xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Salomat rahmat. Mahallalar, qo'ni. Barcha gaplar yaxshimisizlar? Hoji aka bilan suhbat qilib o'tiribsizda. Juda yaxshi-da. Qarshi usta kelibman-da. Ha, ustiga Juda bor. Hoji aka suhbat qilayotgan bo'lsalaring, savoli bor edi deng. Mayli, qani ko'ramizda. G'oyibero buvani tashkil bo'lgani, G'oyibero buvan kim u? Bu mavzularimiz qachon bo'lgan, shu to'g'risida bir bilsangiz, o'sha ozgina tushuncha bersangiz shu to'g'risida. Mayli. Mayli. Xudosi. O'sha biz eshitishimizga qaraganda eski mozor bu mozoru So'rxon Xonavali So'rxon turlarini gapirib berishlar o'zlarini og'zidan eshitganman men. Bu kishini otlari Shayx Ahmad. O'zlarini otlari Shayx Ahmad deganlar. O'sha g'oyib Eron deb atalishiga tirik g'oyib bo'lgan deganlar bu kishini. Tirikcha g'oyib bo'lgan. O'shaning uchun g'oyib Eronlardan, ya'ni g'oyib bo'lgan erkaklardan, Eronlardan. Maqomatlari qutb deganlar. Qutb juda katta ulug' kishi deb turida o'zlarini og'zlarini ko'p gapirib berganlar. Bu endi bizni mana hozir shu bugun 26-yil bo'lyaptimi? 2026-yil bo'layotgan bo'lsa, o'sha rosa bizni Cho'lguliston qishlog'imizga bir yil 100 yil bo'ldi. Cho'lguliston qishlog'imizga bir yil 100 yil bo'ldi. Nimaga 100 yil bo'ldi? Desangiz, o'sha birinchi Yo'ldosh Oxunboboyev ota kelib, mana o'sha birinchi o'tirgan uy muzey buzilib ketdi. O'sha yerga birinchi kelib bino qilgan ekan. Xom g'ishtdan bino qilgan, Tunikayda tepasi. 26-yil oqlanganligi uchun uni oq uy deb hamma Hoji akani keyin ukasi kelib o'tirgan Urayim Hoji Oxunboboyev oq uy deyishardi. Mana shu bir yil 26, shunga 100 yil bo'ldi bizning Cho'lguliston qishlog'imizga. Bo'lgan, mana 26-yil bu 100 yil bo'ldi. G'oyib Eron buva to'g'risida gapirib beradigan bo'lsak, bu kishi nihoyatda eski mozor ekanlar. Biz eshimizga 700 yil tepasida degan gaplar bor. Bunga dalil isbot bor. Menda dalil isboti shuki, mana o'sha men buni juda ko'p odam hech kim bilmas surishtirib boshqa qilib yozib birinchi saatga undan ilgari kim qo'yilgan bilmaymiz-ku. Birinchi o'sha mana shu Xonavot qishlog'idan qo'yilgan. Bu mana bu Qashqar mahalla deydi, pastki mahallada bularni qo'yilganiga hozir bo'lgan bo'lsa 150 yil shag'i deb bitopi qo'yilib yurgan birinchi batga qabristonga. Bitopilar qo'yilib yurgan, bular ham 150 yil naridan bu. Endi o'sha mana Oqtepa tomonda biz Sulg ariq deymiz. Mana Samat tog'a, Mila Samat tog'alarni, Milaromat tog'alarni katta opa buvalari o'sha yerda yashagan ekan. Shular qo'yilgan asosiy birinchi nashilardan. Ulardan ham burun qo'yilgan odamlardan mana Abdug'ofir degan odam qo'yilgan ekan. Birinchi. U kishining o'g'illari ekan, Abduqodir degan ekan. U kishining o'g'li Mirza Rahim degan ekanlar. Undan keyin Mirza Ahmad degan ekan. Mana 4 ta ota bola birin-ketin shatga qo'yilgan ekan. O'sha maqbara yoniga. Endi qarab turing. Mana endi bundan keyin 5-inchisi To'xtaqo'zi buva Xonotli qabristonda birinchisi go'rboshisi. Xonotli qabriston turibdimi? Birinchi To'xtaqo'zi buva o'shalarni 5-avlodi. Menda shajarani men ko'chirib olganman-da, buni aniq bu, dalil isbotli. To'xtaqo'zi buva qo'yilgan aytgan. To'xtaqo'zi buvadan keyin Ismoil ota degan kishini o'g'illari qo'yilgan ekan. U kishini Ismoil otaning o'g'illari Sarimsoq ota ekan. Sarimsoq otaning o'g'illari Xudoynazar ota ekan. Xudoynazar otaning o'g'illari Ernazar ota ekan. U kishining o'g'illari Hoji Akbar ekan 1912-yilda tug'ilib keyin o'tgan ekan, yaqinda o'tgan ekan, 12-yil tug'ilib o'tgan. U kishini endi shu kishining avlodlari mana kelyapti endi shu. Menda shu shajara bor. Shu kishining birinchi nimalari dalil isbotli. Demak, u Xonavot qabristondan bizni qabriston ilgari bo'lgan ekan. 4 ta u kishining To'xtaqo'zi buvani buvalari 4 tasi mana shu bizga qo'yilgan ekan. Dadalari, u kishining dadalari shatga qo'yilgan. Bu dalil isbotli. Mana shajara borda menda. O'shanda shundan shag'iga mana endi o'sha bitopi deymiz. Bular hammasi qo'yib qo'ygan, lekin bizi asosiy Cho'lguliston xalqi uni
Bo'tqachidan, Qizlaskardan, boshqa joylardan kelganligi uchun o'sha Sherali buvaga qo'yilgan bizga. Ota buvalar nimagaki, dadamiz o'sha yerga qo'yilgan, onamiz o'sha yerga qo'yilgan deb yaqingacha ham o'sha yerga olib borib qo'yilib yurgan. O'sha mozorga qo'yilgan. Qabriston aytdi, gumbazli mozor deyishardi. Sherali buva deb kelgan, gumbazli mozor deylardi. O'sha yerga qo'yilgan, qo'yishib yurgan. Mana o'sha Abduqodir Oxundada, o'sha Abduqodir Oxund hozir o'sha maqbarlari turdi, qabr maqbara qilib qo'yganmiz ichiga. Shu kishi 1958-yili iyul oyidami o'tgan ekanlar. Shu kishi aytganlarki, men o'tsam shatga qo'yinglar. Mendan keyin qo'yib ketinglar. Qo'yaveringlar, aqqa ovora bo'lib uzoqda qiynalib yurmanglar. Deb mana o'sha Abduqodir Oxundada 1958-yil qo'yilgan bo'lsa, 2-miki iyulda degan gapim bor, qo'yilgan. Shundan keyin boshqa hammasi o'zi oqsoqol kattalar shatga qo'yishni boshlagan. Men kim qo'yilganini yaxshi bilaman. Hammasi shu atrofdan qo'yilib kelgan. Undan keyin mana o'zi qabristonimiz, mana hozirgi qabristonimiz mana nimaga joyidi mana. Buni tutgacha men mandaraqa yetdim, mana o'ta yo'lag'i bor, ashatgacha. Ha, u nasosdan suv kelib, mayt yo'l edi. Hozir ko'rsatib ham beraman, hali yo'l edi. Keyin u Xatamov degan rais kelib, mana shu yerga mana chinorgacha bag'ini qo'shib bergan. 64-yili ilgari kolxozimiz hammasi Ishtirxonga qo'shilgan. Bo'tqachi, Michurun, Qizlaskar, Kommuna, Cho'lguliston, hammamiz kolxoz edik. 61-yili nimaga Ishtirxon kolxoziga Eshonqulov Mirzoqul aka degan kolxozi raisi edi. O'shanga qo'shib 3 yil o'shalar bilan birga nima qilganmiz. 3 yildan keyin ajrab 64-yili lekin batga nimadan Tursunbekka Xatamov raislik qilib kelib, bizni kolxoz ajragan edi. O'shandan keyin o'sha odam qo'yib bergan. 65-66-yili paxsa edi. Bunda o'ratib paxsa qilgan. O'sha Mahmadjon nasasigacha o'riklar bilan qo'shilib paxsa bo'lgan. Paxsa devor bo'lgan. Ana o'shandan keyin bu keyingi mana kolxozimiz Moskva kolxozidan ajragandan keyin mana yana alohida qo'shimcha yangi qabr buni terazalar qilishib qo'ydi. Mana shunday bo'lib qabristonimiz o'sha shundan chiqadi. Eng eski qabristonlardan, mozorlardan bo'ladi bizniki. Aprel oyidamidiki yo may oylarida yo 58-yili o'sha oyda o'tishidan hech qancha emasda buni ko'rganman. Gaplashgan xonasiga ham kelganman, xonalarga olib keldim. Nimaki, bular enalarimiz bilan kelyapti. Olib kelganmiz, ko'rganmiz, gaplashganmiz. O'shanda g'o'ralar katta chigit ekilyapti g'o'ra. Katta bo'lgan ekan. Mayt o'tiringlarmi? O'shanda shundan bitta tutib qoldi endi, Oxundadan esdalik bo'lib. O'sha ikkita katta toli bor edi. U keyin bog'i ham 84 ga bog'i bor edi, 83 kelardi. Bog'i bor edi. Keyin buzilib, ay tomorqali ham kichkina bo'lib qoldi. Ikkita tol yo'qolib ketdi. Hozir mana endi o'sha bir tup bor shunda. O'sha o'zi ekan tut. Biz o'sha yoshligimizda ham bilamiz, eganam aytib yurardi. Shu Oxundada quruvonlik qilib ekson qilsa, qo'ydi o'sha tutga osadi. Shu bir tup shu tavari bo'lib o'sha Oxundadan shu qoldi. Oxundadan yana avvallardan hozir batda endi mana Bo'tqachida Zarimboy bilasan, Zarimboy o'g'li o'qituvchi edi. Ota nima edi o'qituvchi. Hozir aytib beraman. Hozir nevaralari turishibdi, boshqa o'sha nevaralar kelib yordam berish, o'sha maqbaralarga qo'limizdan kelganicha o'sha maqbarani ko'tarib qo'ydik. Hozir xayolimdan ko'tarib turibdi. Nasriddin aka degan o'qituvchi bo'lardi. Institutda dars bergan. Shu Nasriddin aka domla nasrga o'tib ketib qoldi. Shu kishi qiz tomonidan Oxundadan nevarasi bo'ladi. Nimaga Nasriddin aka deyishini sababi bu kishi domlalarni quvdi qilib hammani boylarda, to'ralarda o'ris quvib tirqiratgan vaqtda bu kishi qochib borib o'sha Nasriddinbekda yashagan ekan. Mana Xudoyorxonda o'rnasib berib bor, Anjan tumanida bo'z Nasriddinbek Sadriddinbek degan joy bor. O'sha Nasriddinbekda o'sha yerda jon saqlab yashagan ekan. Undan keyin kelib, endi joy qilib, tinchigandan shatda yashab, o'sha bitta nevarasini biz eshimizga qaraganda o'sha Nasriddin deb qo'yib bergan. Degan bu kishining o'zining o'g'illari bo'lgan. O'g'illari o'sha urushda o'tishib ketib qolgan, urushdan qaytib kelmagan. Oxundada o'zlari o'sha 58-yil ham bo'lsa, endi yana bitta menga dalil isbotlik uni Muzafarov, Xolmurat akam, Shomurat akamlar, Xolmurat akam gap bo'yicha ularning onasi bor, Qumurxola degan. Mana nimadan tushgan edi.
Qorsoqol otadan tushgandi bular. Tay Qorsoqolligi. Shu 56-yil o'tgan ekan. Shu aka olib borib Qorsoqolga olib bormasdan yaqinda shakka qo'yishib qo'ygan. Birinchi shakka qo'ygan bu Jurgulistondan qo'ygandi. Keyin qolganlari lekin bu Oxundadan keyin qo'yib bergan. Bu Xolmurat akaning gapi bu. Xolmurat aka shuni aytib bergan. Mana onam o'sha 56-yil o'tgan birinchi shakka biz qo'yganmiz. Undan ag'ri hali aytib berdim o'sha Yitopiyo boshqa xonadon Qashqar mahallasi bilan qo'ygan. Biz Jurguliston qo'yganmiz. Undan keyin shag'ida lekin qo'yib kelyapmiz mana shu kungacha xalq shu yerga qo'yib kelyapti. 28-yil Oxundada qo'yilgan bo'lsa, keyin 56da u hali qo'yilgan. Undan 2 yil burun qo'yilgan 56-yil. O'sha ayol qo'ygan 56-yil birinchi o'sha qo'yilgan ekan bakka. Ha, undan keyin 58-yili men Oxundada qo'yilgan ekan. Oxundada nasihat qilgan ekan. Meni qo'yinglar, mendan keyin bir boshdan qo'yib ketaveringlar. Qo'yilgan. Ha, uni ag'ida mana o'sha qabristonga biz ko'p gaplashdik nima to'g'risida. O'sha Bag'dan piyada, otda, arvada borib joy ko'ylashganda, u vaqtda arvada olib borgan. Mana o'liklarni ham, boshqalarni ham mana birinchi o'sha batdan ko'p odam joy ko'ylagani borganlarda mana o'sha biz bilganlarimizdan Shokir tog'am rahmali Egam akamlarda, Shokir tog'am, keyin Ahmad tog'amlar birinchi borib shular borar ekan. Ulardan keyin mana Rahmon akamlar, Yusuflar, Rahmon akam, bu dadasi Qazaq akamlar, bular borib joy ko'ylashib kelgan. Keyin ha atta. Keyin batda ko'ylashni boshlangandan keyin batda ham ko'ylashgan. Undan keyin men o'sha 16 yasharligim, 15-16 yasharligimda joy kelishga boshlaganman. Hamma kevlagan. Men kevlaganlar o'sha men kim bilan kelganman? Mana Urayim aka Kenjiboyev bilan kelganman birinchi. Urayim akam Kenjiboyev, Ro'ziboy aka Bo'ronov, Ergash aka Mamadaliyevlar bilan ular bilan kelib keyin Patto akam mana bu Arslonni Patto akamlar bilan men juda ko'p odam bilan keldik. Undan keyin mana Ibrohim akam, Sobir akamlariga, Sobir akam bilan juda uzoq yil keldik Sobir akam bilan, Nurdin akam bilan keldik. Ayniqsa Obud akam Yunus bilan juda ko'p kelganmiz bular bilan. Ha, juda ko'p keldik, ko'p ko'yladi ular bilan. Oxirgi yine ko'ylagalar mana Xomijon, olim tog'alar Xomijon ko'yladi, Ibrohim akamlar keyin yine oxiri o'zimizga qoldi. O'zimiz ko'radi. Men keyin mana hozir endi yoshlar ko'ylanyapti. Men o'sha oxirgi joyda oxirgi kelgan vaqtim o'sha Mamadaliyev Ergashga kelganda o'sha joyini kelib ko'ylashib berdik. Undan keyin yoshlar bo'lib qoldi. Shundan mana shu bolalar hammasi shunga yarab asqatishadi. Oxundada to'g'risida gapirdingiz, hozir hojaga ilmlari qanaqa bo'lgan ilmlar to'g'risida? Ha, Oxundada bu kishi ilmi juda kuchli odam bo'lgan ekan. Biz esimizga qaraganda o'sha juda tarbi ortiq buni. O'sha Buxoroda o'qigan ekan bu kishi. Buxoro sharifda o'qib, o'sha kanalni bo'yida Mamat Abdukarim aka degan Lezinovning dadasi bor edi. O'sha kishi dadalari bilan birga o'qigan bu kishi. Ekanlari shu mana shu bizni yurtdan ikki kishi borib bitirib kelgan ekan. Shunda o'sha kishi aytgan ekanki, Millat Dayajan aka dedi o'sha odam. Ko'rganman u kishini. Gaplashganman uni yaqinda o'tganda, u kishi kelgan o'tgan bu kishidan. Allaqancha keyin o'tgan. U kishi aytgan ekan, biz ilmni xaltada olib keldik. Abduqodir qonor qopda olib keldi deb shunaqangi ta'rif bergan ekan bu kishiga. Shunaqa katta ilmdor odam bo'lgan. Ha, o'sha maqbarasini imkab kelib qoldi. Maqbarasini qilishimizdan oldin mana o'sha Jo'ra hoji akamning o'g'li Ahadjonga men bir narsani aytdim, ma'qul kelib qolgan ekan. Keyin dedi shunga urinib qoldik. O'sha nevaralardan ruxsat so'radik. Mana hozir biz Cho'listonda bu kishining avlodlaridan asosiy Abduqodir Oxundadan ukalari bo'lgan. O'g'il ukalari bo'lgan. O'g'il ukasini bitta qiz farzand tug'gan. Bular begotga qochib ketgan. Quduq deganda begotga qochib ketgan. O'sha yerda qaytib kelmagan ukasi. Men dadam gapirgan. O'sha ukasining qizi Xosiyat opam, Eril akamlarning ayoli Xosiyat opam. Xosiyat opam o'sha kishining qizi bo'lgan. O'sha domlaning ukasining qizi jiyani bo'lgan. O'shaning uchun bu maqbarani qilishda bu Eril akamning o'g'illarini aytib berganmiz, Mulla Zarim tog'ani nevaralarini aytib kelib, ular maslahatlashdi, shunga uringanmiz. Abduqodir Oxundadan juda ilmi katta. Bu Teshoy tog'am, Mulla Teshoy tog'am hozirgi Sodiq o'tirgan uyning yonida ham o'tirgan. Bu tomonda bitta xonacha bor edi. Keyin atga borgan. Hatto G'ulom akam, o jiyani G'ulom akam bilan unda bu farzandlar ko'rmagan vaqtda shu yerda o'tirishgan, o'lmas qolam bilan. Shunda Teshoy tog'am ko'p xizmatini qilgan ekan nimani. Mulla Abduqodir Oxundadan. Shunda Teshoy tog'am bitta gapi esimdan chiqmaydi. Bismillohni bir harbiga 1 soat, 2 soat masala qilgan degan. Shunaqangi ilmdor ekan. Shunaqangi ilmdor bo'lgan. Ana endi bu kishini maqbaralarga uringani bo'lib qoldi-ku, Xudo rahmat qilsin, Muhammad domla, Hoji domla hayotidalar.
Dazoniya Muhammad domla hoji domla hayotida. Men bordim. Borib u kishi bilan uchrashdim, gaplashdim. Domla shunaqa, shu domlaga shunaqa oxirida bo'lgan, katta ilmli bo'lgan ekan. Shu kishiga qabrlarni maqbara qilib ko'tarib qo'ymoqchi biz. Shunga siz nima deysiz? deb aytgan vaqtimda, mayli yaxshi bo'ladi, lekin ko'krak baral qilib urasizlar. Undan baland qilmaysizlar. Tepasini yopmaysizlar. Qor, yomg'ir yog'ib tursa, savob shunda yaxshi bo'ladi. Ichidan o't chiqib tursa yaxshi bo'ladi. Bu domlaning gapi. Ana endi o'tgan kelyapti. Mana o'sha Xonotning necha yil domlasi bo'lgan Xudoyli hoji domla. Xudoyli hoji domlaning oldiga tushdim. Chiqdi, gaplashdik. Hoji tog'a shunaqa qilmoqchimiz. Shunga siz nima deb maslahat berasiz? Shu kishini ko'rganmisiz? Suhbatdan gaplashganmisiz? Dedim, ko'rganman, suhbatda bo'lganman men. deb shunaqa dedi. Shunda qay vaqtlarda bu suhbatda bo'lgansiz desam, shunda uylanganim yo'q dedi. Xudoyli hoji. Bo'ydim, uylanganim yo'q. O'sha maqbarani oldida katta yig'in bo'ldi. Qandaydir o'sha vaqtda ekson bo'lgan ekan. Ekson bo'ldi. Eksonda hamma kuzaydigan bo'ldi-yu, shunda endi dadam dedi, rahmali dedi, o'g'lim ketmay turasan, bu domlalar qoladi, shularga xizmat qilasan. deb dedi, meni olib qoldi dedi. Shunda endi qoldim dedi, ularga choy tashib, boshqa xizmatlarni qilib, o'shda turdim dedi. O'tirganda dedi, o'sha o'tirishda dedi, 10 tadan ortiq odam qolgan edi dedi. Shunda yuqori tomonda dedi, Abduqodir Oxunzada o'tirdi dedi. Palonchi, pistonchi, buni tomonda pastroqda dedi, Maqsim tog'a degan buni Xonotning qabriston ichida bitta kichkina joy bor edi dedi. Shu Maqsim tog'a shu yerda o'tirardi dedi. Shu odam ham o'sha yerga borgan edi dedi. Biz uni tayir qadligini, marg'ulorligini, qadligini bilmaymiz. Lekin Maqsim tog'a juda ilmli Maqsim tog'a deyishardi. Shu odam ham bor edi dedi. Endi o'sha Botqachidagi dedi, hali Qirg'iz domla deb qo'yamiz, kichkina Abdurahmon domlada, lekin oxirgi domlarimizdan. Shu kishi yoshida ulardan dedi. O'sha domla bor edi. Endi O'syorxon dedi, ustozi Mulla Mushrabxon domla bor edi. Unga qolganlarni ham esimda yo'q, qolganlarni ham aytib berdik. O'sha asosiy kattalardan o'shalar bor edi, ilmlilar bor edi. Mulla Mushrabxon domla kitobdan da arabcha o'qib berib turibdi. Abduqodir Oxunzada tarjimasini qilib, ma'ni aytyapti unga. deb shunaqa ilm ekan. Bir me'yorga bordi, suhbat nihoyatda qizigan vaqtda dedi, bir me'yorga borganda dedi, o'sha Maqsim tog'a ham dedi, menga ruxsat so'radi dedi. Menga bir ikki og'zim gap bersalar, men ham bir suhbat qilsam, aytsam dedi, endi ruxsat berishdi dedi. Shu odam lekin dedi, juda chiroyli qilib masala qilib bergan dedi. Maqsim tog'a dedi. Bu Maqsim tog'ani keyin suhbati tugagandan keyin Mulla Abdurahmon domla o'sha O'tqachi Mulla Abdurahmon shat o'rnidan turib shuna ta'zim qilib, mana mulla bo'lsang shunaqa bo'lsang deb dedi, shu odam shunaqa degan dedi. Shunaqangi odam ekan. Keyin surishtirdim men u odamni. Kim ekan? Otani ham aytib berdi, esimdan chiqib qoldi. deb surishtirdim. Uni biladigan odam chiqmadi. Mana yaqinda o'sha Ro'zal hojidan, Xudo rahmatsin, Ro'zal akam Xonotning domlasi Ro'zal akam biz olib kelib bir joyga suhbatga gaplashib o'tirib, men shunaqa hoji aka dedim, men shunaqa hoji domladan shuni eshitdim. Shuni bilarmidingiz siz o'sha domlani, Maqsim tog'ani desam bilardim dedi. U bilardim dedi. O'sha ichkarida o'tirgan 3 yilmi to'l o'shalar qochib kelib o'sha 3 yil to'l o'sha bitta xonada o'tirgan. U Maqsim tog'a bekorga Maqsim emas edi. Marg'ilonda Muhammad Yusuf Hazin Hazrat domlani o'g'li ekan u kishi. Marg'ilonda bitta bo'lgan shunaqa katta ulug' kishi bo'lgan. Juda katta odam bo'lgan. U kishi. Mulla o'sha Hazrat domla deb nom olgan ekanlar. Shatta shu kishining o'g'illari qochib kelib, o'sha kishining o'g'li edi, men bilardim. Deb Ro'zalagamda aniq dalil isbot Ro'zalagam aytib berdi. Mana Abduqodir Oxunzada shunaqa ulug' katta odam bo'lgan ekan. Eshitganmiz endi. Mana undan keyin Oxunzadadan keyingi mana ketganlar ular o'tishib ketdi. Mana Abdurahmon Mulla Abdurahmon domlani ko'p men mashinada adib tarziyalarga, boshqalarga oxirgi domlalardan-da, oxirgi madrasa ko'rgan domlalardan shu kishi. Bu kishi Qo'qonda o'qigan ekan. Bu kishining tarixini bir kuni men nima qildim? Xolmurod akam aytdiki, kelyapsam dedi, ko'rib qolib to'xtadim. Gaplashdik. Men dedi, seni opoqingda o'qiganman. Opoqing Mulla Shamshiddin edi otlari. Qo'qonda o'qiganman. Qo'qonda madrasada mudarris edi. Ya'ni Qo'qonda dars berardi u kishi. deb dedi, domla bu shunaqa deb aytdi. Biz bilardik. Xolmurod akamlarning shomdagi dadasi Muzaffar Maqsim edi. Maqsim deydi, nimaga Maqsimdir deb buni desak, o'sha dadalari katta ilmdor odam bo'lgan ekan.
Mulla Shamshiddin bo'lgan ekan. Shu kishida o'qigan ekan bu kishi. Mana Sho'rxon to'radan u kishidan keyin mana yurtimizda duogo'ylari bo'lganlardan bittasi Sho'rxon to'radada. Mana shu Mulla Mishrobxondan ta'lim olib, boshqa bo'lib mana yurtimizga shu kishi orqali ko'p duogo'ylar bo'lib, mana u kishining shogirdlaridan Muhammad Ali birinchi shogirdlardan. Bilasizlar, Muhammad Ali o'zi aytgan, Xudo rahmat qilsin. Mana Sho'rxon u kishining shogirdlaridan mana hozir Asrxon to'radada yurtimizda duogo'y bo'lib turibdi. Yurtimizda ko'p nasihatlarda, yaxshi kunlarimizda ham, boshqa kunlarimizda kelib duolarimiz duogo'y bo'lib turibdi. Mana ikkita shogirdlardan bittasi Musallam Muhammad Salam o'sha O'tqochdan masjid imomlik qilyapti Toshkentda. Nariga nima Soybo'ylik bor, Hamidullo Rahmatulloh hoji akam kuyov bo'lib, u kishi mana dars beryapti. Mana Sulaymon qori ham hammasi shu to'radami? Xudosin shularni bari shogirdi. Yurtimizga xizmat qilib, el yurtda xalqimizga tinchlikka boshqada duo qilishib, yaxshi masalalarda qilishib berib yurishibdi mana. Alloh bularni o'zini rizqlarini ulug' qilsin. Bizda qilgan ishlarimiz bor. Ayniqsa Jo'ra hoji akam to'g'risida nima ko'p aytib, mana hozir bu binolar qancha bo'lgan, tuvallar qancha bo'lgan, mana orqada shularni ko'rsatib bersam, nima qildirib bersan yaxshi bo'ladi-da. Bo'pti. Alloh ikki dunyomiz o'tganlarimiz rahmat, mag'firat, qolganlarga salomatlik, insof tug'ib bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin, mahallamiz obod bo'lsin. Yomon ko'z, yomon so'zlardan rahbarlarimiz Xudo umrlarini, o'zini rizqlarini ulug' qilsin. Mana yangi yil boshlanib qoldi, prezidentimiz yana ham bundan ham martabalarni ortiq qilsin. Rayon hokim rahbarlarini, rayondagi hammalarini, organ xodimlarini ham xonadoni bilan tinch qilsin. Shularning xonadoni tinch bo'lsa, yurtimiz endi tinch bo'ladi. Ne xizmatlar boshqacha bo'ladi. Hamisha salomat, xotirjamligini bersin. Alloh